Muxlis sifatida shuni aytishim kerakki, o'sha final bilan bog'liq eng katta voqea, afsuski maydondagi o'yin emas, balki uning chetida sodir bo'layotgan ishlar bo'lgan. Krishtianuni jarohat sabab juda erta yo'qotdingiz. O'sha finalda Krishtianu murabbiy yonida xuddi o'zi ham murabbiyga aylanib qolgandek edi. Futbolchi sifatida buni qanday qabul qilgansiz? Qarang, biz bor e'tiborimizni g'alaba qozonishga qaratgan edik. Faqat keyinroq o'yin kadrlarini tomosha qilganimizdagina maydon chetida nimalar bo'lganini bildik. Ochig'i, o'sha paytda biz faqat g'alaba haqida o'ylayotgan edik. Turnirlardagi bunday yuqori bosim ostidagi lahzalarda Krishtianu kiyinish xonasida o'zini qanday tutadi? U qanaqa odam? Sen ham u bilan ko'p yillar birga o'ynagansan. Shuning uchun uni mendan ham yaxshiroq bilsang kerak. U hammadan ham ko'proq g'alaba qozonishni, hammadan ko'proq gol urishni xohlaydi. Ba'zida o'yinimiz qovushmayotgan bo'lsa, u mas'uliyatni o'z zimmasiga olardi. U jamoani ruhlantirishni biladi. Aslida u ko'p